O'zbekistonda antibiotik va gormonal dorilar erkin savdosiga chek qo'yildi. 15 yanvardan boshlab O'zbekistonda antibiotiklar hamda gormonal preparatlar faqat elektron retsept asosida sotiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi majburiy elektron retsept orqali dori berish tizimining birinchi bosqichini ishga tushirdi. Yangi tartib 3 toifadagi dori vositalarini qamrab oladi. Antibiotiklar, sintetik antibakterial vositalar va tizimli ta'sir qiluvchi gormonlar. Elektron retseptlar DMED tizimi orqali rasmiylashtiriladi. Shifokorlar hozirgacha 5 milliondan ortiq raqamli tayinlov kiritgan. Loyiha Toshkentda 1-noyabrdan sinovdan o'tkazilgan. Dekabr oyi oxiriga kelib 37,6 million fuqaro uchun elektron tibbiy karta shakllantirilgani qayd etildi. Uzinfocom ma'lumotiga ko'ra, raqamlashtirish bir vaqtning o'zida ikki muammoni hal qilishga qaratilgan. Birinchisi, bozordagi soxtalashtirish va kulrang import. Avval markirovkasiz va retseptsiz sotilgan dorilarning 30% gacha qismi soxta bo'lgani aytiladi. Elektron dorixonalarga ham, nazorat organlariga ham shubhali mahsulot oqimini cheklash imkonini beradi. Ikkinchi yo'nalish ortiqcha va nazoratsiz tayinlovlarni kamaytirish. Endi tizim bitta retseptda 5 tagacha dori nomini ko'rsatishga ruxsat beradi. Bundan ko'prog'i faqat shifokorlar konsiliumi qaroridan so'ng mumkin bo'ladi. Elektron retsept fuqaroning PNFL raqamiga bog'lanadi. Dorixonadagi farmatsevt esa faqat aynan kerakli dori berish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlargina ko'radi. Toshkentda reimbursatsiya dasturi ham ishlamoqda. Surunkali kasalligi bor bemorlar elektron retsept orqali 28 turdagi dori vositasini bepul olishi mumkin. Uzoq muddatli davolanish talab etiladigan holatlarda shifokor dori vositasini 60 yoki 90 kunga bir yo'la yozib berishi. Shu orqali poliklinikaga tashriflar sonini kamaytirishi mumkin. Qog'oz retseptlar faqat elektr yoki internet uzilib qolgan vaziyatlarda ruxsat etiladi. Biroq elektron sog'liqni saqlash platformasi bilan IT tizimlarini hali integratsiya qilmagan xususiy klinika va tibbiyot markazlari buni 2024 yil 1 martgacha yakunlashi shart. Mamlakat bo'ylab elektron retseptlarga to'liq o'tish 2026 yil yakuniga qadar majburiy tibbiy sug'urta tizimi ishga tushirilishi bilan bir vaqtda yakunlanishi rejalashtirilgan. Psixotrop moddalar esa 2027 yilgacha maxsus blankalarda berilishi saqlab qolinadi.